Assalomu alaykum, Zubel ben Xo'rozmargan parvozlar yaxshimisizlar? Ukalar Makki pardish qo'ziga. Yoshiga to'ldi polvon. Yomon qattiq uradi, pixlab. Pixta ham etqadi, ikki pixta ham ishlatadi. Pastga tushmaydi, yo'l ikki tarafda o'rab o'ynaydi, yo'l qilib. Hamma yo'g'i joyida, ayb yo'q, top-toza narsa. 2.600.000 so'm bo'lsa sotiladi. Zo'r xo'ras. Xudo xolasa 4 kilo, 805 kiloda o'ynaydi xo'ras. Hozir ham 4,5 kilo yo'qdi. Turishi ham, toni ham toza makkipardan makkipar chiqqan. Ideal narsa. Любой davrada bo'yi tengi yoki kilos tengi xo'razga o'ynab bera oladi inshaalloh. Ko'rganmiz yo'l kaltaklari o'ta qattiq. Nihoyatda qattiq, pixlarni zo'r ishlaydi. Kaltakka sinmaydi ancha-munchaga. Kaltakni ko'taradi. Atveti nihoyatda qattiq. Ishqo'z aloqiga chiqaveradi. Sog'lig'i biton. Hammaga omad tilaymiz aka-ukalar.